Tarixda ko'plab buyuk ixtiro va kashfiyotlar aynan bilimga ishtiyoqmand yoshlar tomonidan amalga oshirilgan, chunki bilimga muhabbat ular uchun ilmiy yutuqlarga, yuksak kashfiyotlarga erishishga zamin yaratadi. Bugungi kunda ham ana shunday iqtidor va salohiyatli yoshlarning salmog'i ortib borayotgani tarixning yangi sahifalarini ochayotganidan darakdir. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internati Andijon filialining iqtidorli o'quvchilari ham ixtirochilikka qadam respublika ko'rik tanlovida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Bugungi ko'rsatuvimizda ham maktabning qat'iyatli ana shu o'quvchilari faoliyati haqida so'z yuritamiz. Bu loyihani yaratishdan maqsad hozirda muhandislik platformasi o'zimizning milliy platformamiz yo'q, xorijiy platformalardan foydalaniladi. O'zimiz milliy, o'zimizning darsliklarimizga mos, o'quvchilarga tushunarli tartibda o'zimiz yangi platforma ishlab chiqdik. Bu platformani ishlash prinsipi ham onlayn tarzda, ham offlayn tarzda, ham sensor qurilmalar orqali ishlatish mumkin. Ya'ni bu ishlab chiqqan tizimimizni nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham bunaqa platforma hozircha mavjud emas. Bizning platformamiz sun'iy intellekt orqali turli fanlardan virtual tarzda laboratoriyalarni amalga oshirish mumkin. Masalan, texnologiya, fizika fanlaridan 220 volt juda ham xavfli o'quvchilar uchun mana shu 220 volt amalga oshiriladigan tajribalar bizning platformamizda xavfsiz, inson hayotiga xavf keltirmaydigan tarzda amalga oshiriladi. Ham tushunarli, ham oson, ham tez, ham birdaniga hamma qulay tarzda ishlash uchun qulay qilib platformani ishlab chiqdik. Bu yerda jonli his qilish juda ham muhim. Biz turli effektlarni qo'shganmiz. Masalan, tok o'tayotganini bildiradigan o'tish yo'ligini aniq belgilab qo'yganmizda, bu yerda effektlar hosil bo'ladi tok o'tayotganini va bunda hayotda ko'rmaydigan nuqtalarni, tok harakatini ko'rish mumkin bu virtual tarzda. Keyin sun'iy intellektlar qo'shganmiz. Ya'ni kamera orqali siz qo'l harakatlaringizni tanib turib, turli tajribalarni oshirishimiz mumkin. Masalan, qo'limizni bir qilib ko'rsatganimizda tokimizni, motorimizni 5 voltga aylantiradi. 2 qilib ko'rsatganimizda 10 voltga aylantirib beradi. Ya'ni mana shu quyidagi motorimizni kamerasiga qarab turib, motorning tezligini boshqarishimiz mumkin. Shu orqali, kamera orqali qiziqarli tarzda bolalar voltni qanday ishlashini tushunib olishadi mana shu orqali. Shuning uchun sun'iy intellektlar qo'shishga qaror qildik. Bu yerda biologiya fanidan foydalanganmiz. Biologiya fanidan hozirda asosan o'zimizda kitobdan o'tiladi. Kitobdagi og'zaki turli rasmlar orqali o'tiladi, nazariy o'tiladi. Biz buni amaliy tarzda, ya'ni harakatga keltirib, jonlantirib, ularni yurak tovushini, yurak urish tezligini turli xil grafalar yordamida bosib o'rganib, solishtirib, sichqonni qanaqa uradi, odamni qanaqa uradi, mana shularni ham ya'ni virtual tarzda tushunarli qilib o'rganib ketiladi. Va bizda bitta sun'iy intellektdan ajoyib tajriba bor. Unda sizni yoshingizni aytib beradi. Ya'ni biologik yoshingiz. O'zi asli hozir 50 yoshdasiz, lekin sizning yuzingiz necha yoshda? Sizning yuzingiz necha yoshga o'xshaydi? Biologik tarzda aytib beradi. Siz 50 yoshda bo'lgan bilan 45 ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsani bu aniq aytib beradi. Mana shu biologik tajribalardan biri. Mana bu bizning laboratoriyamiz. Laboratoriya haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ma'lumot tugmasiga bosasiz. O'zbekistondagi birinchi muhandislik platformasiga xush kelibsizlar. Ushbu platforma hozirda asosan nazariy otilayotgan matematika, texnologiya, biologiya, fizika fanlarini amaliy tarzda o'rgatish uchun birinchi milliy muhandislik platformasidir. Endi keling, men sizga fanlarning ichidagi tajribalarni ko'rsataman. Texnologiya bo'limiga kirsak, motor tajribasi. Bu tajribani siz xohlasangiz sensorlar to'plami orqali yoki virtual tarzda boshqarishingiz mumkin. Keling, men sizga sensor orqali boshqarib ko'rsataman. Potentsiometrni buraymiz. Motor aylanadi. Ko'rganimizdek, motor 3 voltdan 12 voltgacha ishlaydi deb yozilgan. Endi uni 15 voltga ko'tarsak, nima bo'lishini ko'ramiz.
Ko'rganingizdek motor portlab ketdi. Bu tajribani haqiqatda sinab ko'rganimizda bu hayot uchun juda ham xavfli bo'lishi mumkin edi. Agar siz bu tajriba haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ma'lumot tugmasiga bosishingiz kifoya. Motor bu elektr tokidan foydalanib aylanish harakati hosil qiladigan qurilma. U doimiy tok, ya'ni musbat va manfiy qutbli barqaror tok bilan ishlaydi. Asosiy qismlari rotor, motorning aylanadigan qismi. Tok aynan shu qism. Endi keyingi fizika bo'limiga o'tsak, bu yerda sinflarga bo'lingan va 7-sinfga kiramiz. Shisha tajribasi. Bu tajribani ham siz xohlasangiz sensor to'plami orqali yoki virtual tarzda boshqarishingiz mumkin. Endi buni virtual tarzda boshqarsak, olov yondi va shisha qizib o'zidan to'k o'tkazdi. Bu tajriba haqida ma'lumot tugmasini boshqa orqali olishingiz mumkin. Shisha aslida tok o'tkazmaydi, lekin uni qizdirganimizda uning elektrligi kamayadi va u tok o'tkazishni boshlaydi. Bu tajriba Endi keling, xuddi shu tajribani sensor to'plami orqali bajaramiz. Sensorga olovni yoqamiz. Hozirgi ish yana takrorlanadi. Fizika bo'limidagi keyingi tajriba. Bu tajribada biz sun'iy intellektdan foydalanganmiz. Qo'lingizni bir qilsangiz, u 5 voltda aylanadi. 2 qilsangiz, u tezligi 10 volt tok beriladi. 3 qilsangiz, motor to'xtaydi. Biologiya bo'limiga o'tsak, bu yerdan ham biz sun'iy intellektdan foydalanganmiz. Odam ustiga bossangiz, u sizni biologik yoshingizni aniqlab beradi. U haqiqiy yoshimni aytmagan bo'lsa ham biologik yoshimni aytib berdi. Keyingi tajriba matematika bo'limiga o'tamiz. Bu tajribada siz suvni toza yoki toza emasligini bilishingiz mumkin. Suvni tekshiring deb bosamiz. suvga soling. Suvga solmaganimiz uchun suvga soling deyapti. Suvga solib tekshiramiz. Toza va ichishga yaroqli suv. Bu suv toza va ichishga yaroqli suv. Endi kir suvga solib ko'ramiz. Kir suv. Ko'rganingizdek, kir suvni kir deyapti. Matematika bo'limiga o'tsak, bilamiz hozirda ko'p bolalar o'yinga berilib ketgan. Shuning uchun biz matematika bo'limida ba'zi tajribalarni o'yin ko'rinishida yaratganmiz. 5-sinfga kiramiz. Bu yerda robot yugurib sizlarga savol beradi. To'g'ri javob bersangiz 1 ball qo'shadi, noto'g'ri javob bersangiz 1 ball ayiradi. Keling, endi to'g'ri javob berib ko'ramiz. Ko'rganingizdek to'g'ri deb 1 ball qo'shdi. Endi noto'g'ri javob berib ko'ramiz. Javobingiz noto'g'ri deb 1 ball ayirdi. Keyingi tajriba. Biz bu yerda ultrasonik sensordan foydalanganmiz. Samolyot sizga masofani o'lchab beradi. Bu bolalarga masofani qanday o'lchashni tushunishga yordam beradi. Keyingi tajribaga o'tsak, bu yerda biz sun'iy intellektdan foydalanganmiz. To'g'ri javobga qo'lingizni olib borasiz. Barakalla. U to'g'ri deb 1 ball qo'shadi. Chuqur chuqurchak gipotenuzasini toping. Barakalla. Romni toping. Endi keling xato javob berib ko'ramiz. Qayta urining. Ko'rib turganingizdek, ballimiz 0 bo'ldi va biz yutqazdik. E'tiboringiz uchun